Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Biz tilshunoslikka kirish fanidan navbatdagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Va bugungi kunning mavzusi tillarning shakllanishi va rivojlanishi. Biz quyidagi reja asosida ma'ruzamiz mazmunini taqdim etamiz. Tillarning shakllanishiga oid nazariyalar, sharq ilmida tilning shakllanishiga oid qarashlar, tillarning shakllanish omillari. Endi biz tilning asosiy aloqa aralashuv quroli ekanligi haqida ma'ruzalarimizning avval boshidan gapirib kelmoqdamiz va shuning barobarida til kishilar o'rtasidagi munosabatning eng muhim quroli ekanligi, jamiyat taraqqiyoti jarayonida shakllangan va insoniy manfaatlarni ifoda etishini, tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi, insoniyat jamiyat bilan mustahkam bog'liqligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lib kelganmiz. Til insoniyat tarixi qadar qadimiy ekanligi ham barchamizga ma'lum. Xalq qardosh qabilalar ittifoqi sifatida shakllangan murakkab tarixiy uyushma ekanligi ham bizga ma'lum. Xalqning asosiy belgilariga to'xtaladigan bo'lsak, bu uning umumiy tili, umumiy hudud, madaniyat va ma'naviyat muhitining umumiyligidir. Xalqning asosiy belgilaridan biri bo'lgan milliy til o'zaro farqlanuvchi, yetakchi, iqtisodiy va madaniy markaz tili sifatida namoyon bo'ladi. Tilning paydo bo'lishi masalasi insoniyatni qadimdanoq qiziqtirib keladi. Tilning paydo bo'lishi juda murakkab. Bu masala faqat tilshunoslikning emas, boshqa juda ham ko'plab fanlarning, masalan, antropologiya, psixologiya, etnografiya kabi fanlarning ham o'rganish obyekti bo'lib kelgan. Tilning paydo bo'lish masalasi, til qachon va qayerda paydo bo'lgan, dastlab nechta til bo'lgan, u yoki bu tillar qanday tuzilishda bo'lgan va shu kabi savollarga hali ilmiy asoslangan mukammal javob topilgan emas. Ba'zi olimlarning fikricha, til taxminan 500 ming yillar ilgari paydo bo'lgan. 500 ming yil ilgari. Ma'lumki, til boshqa narsa va hodisalar singari o'zgaruvchandir. Shunday ekan, 500 ming yil ichida tillarda qanday o'zgarish sodir bo'lganini tasavvur qilish, uni ilmiy, ham amaliy, ham nazariy nuqtai nazardan o'rganish mumkin emas. Til taraqqiyotining yozuv paydo bo'lishidan avvalgi holati ham biz uchun qorong'udir. Biz faqat yozuv paydo bo'lgandan keyingi davrda ro'y bergan til taraqqiyoti to'g'risida yozma yodgorliklardan foydalanib fikr yuritishimiz mumkin. Lekin yozuv tilni o'rganish, tilning paydo bo'lishi to'g'risidagi muammoni yoritishga to'liq imkon bermaydi. Shunday bo'lsa ham, ba'zi olimlar bu masalaga o'z munosabatlarini, fikrlarini bildirib o'tishgan. Qadimgi Yunonistonda faylasuflar tilning qay tarzda kelib chiqqanligi ustida uzoq davr qizg'in bahs olib borganlar. Tilshunoslik tarixidan ma'lumki, bu masalada Grek, Yunon faylasuflari bir-biriga zid ikki xil farazni o'rtaga tashlashgan. Demokrit va boshqalar tilda narsa nomi bilan narsa orasida hech qanday bog'lanish yo'q. Bu nomlar mazkur tilda gaplashuvchi odamlar tomonidan yaratilgan. Demak, til insondan, ya'ni inson tomonidan yaratilgan degan fikrni ilgari surishadi. Bu guruh olimlarni anomalistlar deb atashgan. Platon boshliq boshqa bir guruh olimlari esa narsa bilan uning nomi orasida muayyan bog'lanish bor. Bu bog'lanish narsalarning xususiyatlaridan, tabiatidan kelib chiqqan va bu bog'lanish ilohiy kuch tomonidan o'rnatilgan degan fikr ilgari surishgan. Tarixda bu oqim analogistlar deb nom olgan. Hozirgi tilshunoslik nuqtai nazaridan qaralsa, narsalar bilan ularning nomi orasida umuman olganda hech qanday bog'lanish yo'q. Bu ko'pchilik olimlar tomonidan qayd etilgan. Chunki narsa bilan uning nomi orasida bog'liqlik bo'lganda edi, tillarning soni 5000 dan ortib ketmasdi. Shuni aytib o'tish kerakki, ayrim tillarning kelib chiqishini, masalan, o'zbek, rus, hind, tojik va boshqa tillarning qachon paydo bo'lganini
qanday tarkib topgan aniq bilish mumkin. Ammo biror bir aniq tilning kelib chiqishi masalasini umuman tilning insonlar nutqining paydo bo'lishi masalasi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Hozirgi dunyoda mavjud bo'lgan jonli tillarning ham ba'zi bir o'lik tillarning ham kelib chiqish tarixini o'rganish u qadar qiyin masala emas. Anchagina tillarning qachon paydo bo'lganligi, qachon tarkib topganligi aniqlangan. Biroq yer yuzida umuman insoniyatga xos tilning qachon paydo bo'lganligi, dastlabki tillarda qanday so'zlar bo'lganligi, uning grammatik xususiyatlari nimalardan iborat ekanligi hal qilingan emas va hal qilish ham mumkin emas. Chunki bundan bir necha yuz ming yillar burun paydo bo'lib, keyinchalik nom nishonsiz yo'qolib ketgan tillar ham bo'lgan. Bundan bir necha yuz ming yil burun paydo bo'lgan tillarning fonetik tizimi, so'z boyligi, grammatikasi va boshqa muayyan xususiyatlardan qat'iy nazar, umuman tilning kelib chiqishi o'rganilar ekan, eng avvalo tilning kelib chiqishidagi shart-sharoitlarni tadqiq qilish. Ya'ni insonlar qanday sharoitda so'zlay boshlaganliklarini o'rganish va bu masalani umuman tilning kelib chiqish masalasi bilan bog'lagan holda tahlil qilib xulosa chiqarish lozim. Tilning kelib chiqishi masalasi aniqlashdagi qiyinchilik shundan iboratki, birinchidan hozirgi til tarixi fani dunyoda umuman tilning qanday paydo bo'lgani to'g'risida hech qanday dalillarga ega emas. Bizga ma'lumki, tillarning yozuv tarixi 10-15 ming yildan oshmaydi. Olimlarning faraz qilishicha, inson bundan bir necha yuz ming yil avval so'zlasha boshlagan, ammo o'sha davrdagi tillar to'g'risida hozirgi vaqtda hech qanday ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham tilshunoslik fani bu masalani to'g'ridan to'g'ri o'rganish imkoniyatiga ega emas. Dunyoda eng avval paydo bo'lgan tilning fonetik tuzilishi, so'z boyligi qanday ekanligini, grammatik shakllari nimalardan iboratligini bilish mumkin emas. Umuman tilning qanday sharoitlarda paydo bo'lishi masalasini ilmiy farazlarga asoslanib o'rganish mumkin bo'ladi. Endi tilshunoslik ilmi bir-biriga yaqin bo'lgan psixologiya, fiziologiya, etnografiya, arxeologiya, tarix va shunga o'xshash fanlarning dalillariga suyanib, tilning kelib chiqishi masalasiga yondashish mumkin. Bu borada nutq tovushlarini biriktirib, so'zlar hosil qilish va so'zlar vositasida gap tuzib, istak va maqsadni ifodalash kishilik jamiyatining boshlang'ich davrlarida yashagan odamni o'ylantirib kelgan. Shuning uchun tilning paydo bo'lishi to'g'risida qadimgi kishilar turli rivoyatlar to'qiganlar. Bu rivoyatlarning ba'zilarida til ma'budlar, ba'zilarida Alloh tomonidan yaratilib kishilarga taqdim qilinganligi, ayrimlarda esa tilni ajoyib bir donishmand yaratganligi talqin qilingan. Yuqorida ta'kidlanganidek, antik zamonlardan beri tilning kelib chiqishi to'g'risida bir qancha nazariyalar mavjud. Antik filosoflar tilning kelib chiqishini bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki xil nazariya bilan tushuntirishga harakat qiladi. Ba'zi filosoflar til tabiiy yo'l bilan paydo bo'lgan, ya'ni so'z va predmet o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tabiiy bog'lanish bo'lganligi uchun kishilar predmet va narsalarni tabiiy holda bilib olishgan deb isbotlamoqchi bo'lganlar. Ba'zi filosoflar esa til kishilarning bir-biriga bo'lgan o'zaro kelishishi natijasida vujudga kelgan deb hisoblaganlar. Ana shu bir-biriga qarama-qarshi ikki nazariyaning o'zaro kurashi natijasida yana bir qancha nazariyalar vujudga kelgan. Endi fanda tilning kelib chiqishi to'g'risidagi bir-biriga qarama-qarshi nazariyalar bor, mavjud, ular bir-biri bilan kurashib kelmoqda hali hanuz. Bu nazariyalarning ba'zilari til insonlarning bir-biri bilan munosabatda bo'lishi ehtiyoji natijasida kelib chiqqan deb hisoblasa, boshqalari ayrim shaxslarning o'z fikrini avval o'zi uchun, keyin boshqalar uchun bildirishi natijasida kelib chiqqan deb hisoblaydilar. Shu tariqa tilning paydo bo'lishi va shakllanishi haqida turlicha qarashlar, nazariyalar, farazlar yaratildi. Ushbu nazariyalar tanqidiy tahlil asosida
o'rganishni taqozo qiladi. Endi bu nazariyalar asosan 4ta. Bu ovozga taqlid qilish nazariyasi. Kishilarning o'z atrofidagi predmetlarning chiqargan ovoziga taqlid qilish natijasida dastlabki so'zlar, predmetlarning nomlari paydo bo'lgan deb hisoblaydilar. Bu nazariya qadimgi Yunonistonda asoschilarining fikricha ibtidoiy odamlar hayvonlarning baqiriq-chaqiriqlarini o'rganib, ular orqali o'zlarining ichki kechinmalari, g'am alamlarini ifodalashgan. Oh, ah, joy, in kabi so'zlar bunga misol qilib ko'rsatiladi. Tildagi boshqa so'zlar esa ana shunday so'zlarning birikuvidan kelib chiqqan deb tushuntiriladi. Taniqli fransuz olimi Jean-Jacques Rousseau ham shu fikrni quvvatlagan. Dunyodagi barcha tillarda bunday birliklar mavjud, lekin bunday so'zlarning miqdori shunday kamki, tildek murakkab hodisa ana shu yo'l bilan paydo bo'lgan deyish bu masalani o'ta soddalashtirib yuborgan bo'lar edi. Ma'lumki, tilning asosiy vazifasi kishilar orasida fikr almashinuvining ta'minlanishidadir. Binobarin mazkur nazariyani qabul qilish tilning asosiy vazifasini, tilning ijtimoiy hodisa ekanligini rad etishga olib keladi. Ichki kechinmalar izhor qilish doimo ham jamiyatning bo'lishini taqozo qilmaydi. Tilning yashashi va rivojlanishi esa jamiyat bilan uzviy bog'liq. Jamiyat bor joydagina til bor joyda jamiyat bor. Demak, bu nazariya ham tilning kelib chiqishi masalasini to'g'ri yoritishga ojizlik qiladi. Mehnat hayqiriqlar nazariyasiga to'xtaladigan bo'lsak, tarafdorlar tildagi barcha so'zlar ibtidoiy kishilarning birgalashib mehnat qilish jarayonida mehnat qilishga undaydigan ixtiyorsiz qiyqirishlari natijasida paydo bo'lgan deb da'vo qiladilar. Bu nazariyani 19-asrning 70-yillarida fransuz filosofi Noire yaratadi. Uning qayd qilishicha, til instinktiv hayqiriqlardan paydo bo'lgan. Nemis olimi Karl Bücher ham ushbu nazariyani qo'llagan. Bu nazariya bir qarashda haqiqatga birinchi yaqin nazariyadek ko'rinsa ham, mantiq jihatdan asossizdir. Chunki mehnat qilishdagi qiyqiriqlar, hayqiriqlar mehnat jarayonidagi bir maromga, bir qolipga solish uchun bir vosita bo'lgan xolos. Oh, voh, viq, oho, ehe kabi hayqiriqlar kishilar o'rtasida aloqa vositasi bo'lganligi ehtimol. Endi mehnat nazariyalari, mehnat hayqiriqlari undov nazariyasiga ham o'xshab ketadi. Lekin bu nazariya ham tilning kelib chiqish sabablarini, tilning paydo bo'lishini, jamiyatning paydo bo'lishi, so'zlash, fikr yuritish qobiliyatiga ega bo'lgan insoniyatning paydo bo'lishi bilan uzviy bog'lay olmaydi. Kelgusi nazariya esa ijtimoiy kelishuv nazariyasi. Bu nazariya 19-asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan. Uni ilgari suruvchi olimlar ba'zida bir-biriga zid xulosalarga kelishgan. Ularning tilning kelib chiqishi to'g'risidagi asosiy fikrlari bir xil. Bu nazariyaga asosan narsalarni qanday atashni odamlarning o'zlari kelishib olishgan. Biror narsani nomlashda kelishib olish uchun tabiiyki kelishuv vositasi, ya'ni til kerak bo'lgan. Ushbu nazariya tilning paydo bo'lishini emas, balki til rivojlanishining bir yo'nalishini yoritishi mumkin. Hozirgi vaqtga kelib u yoki bu fanga taalluqli atamalar yoki so'zlar o'zaro kelishib olinadi, lekin buning til shakllanishiga aloqasi yo'q. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan nazariyaning hammasi ham tilning kelib chiqishi masalasini to'liq yoritishga ojizlik qiladi. Chunki bu nazariyalar tilning kelib chiqish masalasini insoniyatning paydo bo'lishi, dastlabki kishilar jamoasining vujudga kelishi masalasidan ajratib olgan holda qaraydi. Jamiyatdan tashqarida yashagan inson bolasi qancha umr ko'rmasin, u gapirmaydi. Chunki til nasldan naslga, avloddan avlodga o'tmaydi. Ya'ni uni irsiyatga bog'lab qo'yish to'g'ri bo'lmaydi. Irsiyat qonuniga binoan bolaning biologik, antropologik xususiyatlari avloddan avlodga o'tadi. Lekin o'zbek oilasida tug'ilgan bola faqat o'zbek tilida gapiradi deyish noto'g'ridir. U qaysi tilda gapira boshlashi, qaysi oila, qaysi ijtimoiy muhitda tarbiyalanishiga bog'liq. Qayd etilgan nazariyalarda birinchidan til go'yo jamiyat tarixi taraqqiyotidan chetda o'z holicha taraqqiy etadigan hodisa deb qaralgan. Shuning uchun ham
tilning kelib chiqishi masalasi ibtidoiy davrdagi kishilarning mehnat faoliyatidan ajratilgan holda qaralgan. Ikkinchidan, bu nazariyalarda tilning kelib chiqishi masalasi tafakkurning boy bo'lish masalasi bilan birgalikda o'zaro bog'langan holda emas, balki ajratilgan holda talqin qilingan. Uchinchidan, odamning paydo bo'lishi jarayonidagi barcha biologik asoslar hisobga olinmagan. Endi bu borada sharq tilshunosligida ham tilning paydo bo'lishiga oid mulohazalar bildirilgan. Jumladan, Alisher Navoiyning Muhokamatul Lug'atayn asari muqaddimasida o'sha davr dunyoqarashiga mos bo'lgan tilning paydo bo'lishiga doir qarashlari bayon qilingan. Alisher Navoiy tilning paydo bo'lishini Nuh alayhissalom avlodlariga bog'laydi va quyidagicha ta'riflaydi. Mundan so'ngra uch nav tildir kim asl va mo'tabardir va ul tillar iborati gavhari bilan qoilining aytuvchi, ya'ni so'zlovchining ajoyib zevar va har qaysining furuyi va g'oyat ko'pdir, ya'ni daraxtning shoh deyilyapti. Ammo turkiy va forsiy va hindiy asl tillaring manshaidirki, ya'ni bir narsaning chiqib kelgan manbai, kelib chiqish joyi, boshlanishi misolida tushunsak, Nuh payg'ambarning 3 o'g'lida kim Yofas va Som va Xomdir itishu va bu mujmal tafsili budurki, Nuh doyan jashiriydin, ya'ni to'lqin falokat, najot va aning mahlakasidan xavf xatar joyi, ya'ni vaqti halokat, xavf xatar ma'nosida hayot topdi. Olam ma'murasida bashar jinsidan osor va inson navidan namudor qolmaydir irdi. Yofasniki tavorix ahli Abu Turk bitirlar. Xitoy mulkiga yubordi va Somniki Abu bir furs bitirlar. Eron va Turon mamolikining vasatida vali, ya'ni hokim, hukmdor, podshoh qildi. Va Xomniki Abu bir Hind deb turib, Hindiston bilodiq, ya'ni shahar mamlakatlar uzatdi. Va bu 3 payg'ambarzoda avlod va atbol mazkur bo'lgan mamolikda yoyildilar va qalin bo'ldilar. Va Yofas o'g'loniki Abu Turkdir, tani ahli ittifoqi, ya'ni bir fikrga kelish. Hammasi degan ma'noda debdirlarki, nubuvvat, ya'ni payg'ambarlik toji bilan sarafroz va risolat, payg'ambarlik, rasullik mansabi bilan qarindoshlaridan mumtoz, ya'ni saralangan, ajratilgan bo'ldi. Va bu 3 tilki turkiy va forsiy va hindiy bo'lg'ay, bu uchovining avlod va atbol orasida shoyi bo'ldi deb yozadi Alisher Navoiy. Endi olimlarning faraz qilishicha, mehnat, ibtidoiy mehnat qurollarini yasash odamlar a'zolarini asta-sekin juda uzoq davrlar davomida takomillashtirib, til hamda tafakkurning rivoj topishida beqiyos rol o'ynagan. Demak, mehnat qilish, mehnat qurollarini yasash jarayonida odamlar borgan sari uyushib boradi, natijada kishilik jamiyati vujudga keladi. Hayvonot dunyosidan ajralib chiqqan odamlarda jamoa bo'lib mehnat qilish jarayonida bir-biriga nimadir deyish ehtiyoji tug'iladi. Bu zaruriy ehtiyoj esa tilni yaratadi. Til bilan ayni bir paytda tafakkur paydo bo'ladi. Mehnat bilan bir vaqtda muhim ehtiyoj talabi bilan til va tafakkurning paydo bo'lish natijasida bu 3 omil bir-biriga ta'sir qilib rivojlanishi yuzaga kelgan. Buning natijasida mehnat qilish yo'llari, mehnat qurollari, til va miya asta-sekin takomillasha boshlaydi. Ilgari tosh hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan bo'lsa, endi kishilar undan foydalanishni o'rgana boshlaydilar va uning xususiyatlarini bilib oladilar. Endi odam toshni yorib yoki sindirib, undan har xil shakldagi turli mehnat qurollarini yasay boshlaydi va shu mehnat qurollaridan foydalanish jarayonida boshqa narsalarning ham turli xususiyatlarini bilib o'rganib boradi. Bu esa narsalarni bir-biriga solishtirib, ularning xususiyatlarini aniqlashni o'rgatadi. Oqibatda tafakkurning rivoj topishiga imkoniyat tug'iladi. Odamlar mehnat qilishni bilganlaridan keyin oziq-ovqat topish uchun zarur narsalar haqida qaysi tarafga borish, oziq-ovqat topish harakatini jamoa bo'lib bajarish va boshqalar to'g'risida ozmi ko'pmi fikr yuritadigan bo'ladilar.
Ular guruh bo'lib birgalikda harakat qila boshlaydilar. Bu esa insonlar tilini, tafakkurining borgan sari o'sishiga, ularda mavhum tushunchaning paydo bo'lishiga asos bo'ladi. Endigina mehnat qilish qobiliyatiga erisha boshlagan, eng ibtidoiy mehnat qurollarini yasashni o'rgana boshlagan odamlardan bir necha bosqich yuqori darajada yashayotgan qabila jamoasi holatidagi xalq tillarining so'z boyligi, grammatik tuzilishi hamda tafakkurining rivojlanish farqlari qiyoslab bo'lmaydigan darajada ekanligini, rivoj topganini faraz qilib bo'lmaydi. Faraz qilish mumkin. Shu tariqa Afrika, Amerika qit'alarida qabila bo'lib yashayotgan xalqlarning rivojlanish darajasi, so'z boyligi, grammatik tuzilishi, tafakkur qilish qobiliyati eng taraqqiy topgan ingliz, rus, nemis, arab kabi xalqlarning tillarining o'z so'z boyligi, grammatik tuzilishi va boshqa til hodisalaridan tafakkur etish darajasidan juda katta farq qiladi. Yuqoridagi fikrlar til va tafakkurning rivojlanib borishi kishilik jamiyati taraqqiyoti bilan uzviy bog'langanining yorqin dalili bo'ladi. Demakki, jamiyat tarixida tillarning keyingi taraqqiyoti milliy tillarning vujudga kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Milliy til mahalliy shevalar bilan o'zaro bog'langan holda taraqqiy qilib boradi. Bu jarayonda ba'zi shevalar milliy tilga qo'shilib uni boyitadi. Ba'zi shevalarni esa milliy til asta-sekin siqib chiqaradi. Milliy tilning yagonaligi shuni ko'rsatadiki, til shu millatning barcha tabaqalar, guruhlariga tushunarli va teng xizmat qilib, ularning hammasi uchun birdan-bir aloqa vositasi bo'lib qoladi. Xo'sh, chunki til ayrim toifa, ayrim tabaqa, ayrim guruh tomonidan yaratilmagan, balki jamiyatning barcha a'zolari umumxalq tomonidan yaratilgan. Xullas, til birligi uning erkin rivojlanishi millatning asosiy belgilaridan biridir. Milliy tilning xalq tilidan farqi uning adabiy yozuv shakliga egaligidadir. Milliy tilning bu shakli mazkur millatning har bir a'zosi, har bir sheva uchun umumiydir. Har bir millatning madaniy merosi ana shu tilda o'z aksini topadi. Shunday qilib, bugungi tillarning shakllanishi va rivojlanishiga bag'ishlangan ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda, kelgusi mavzularda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.